Bu qiz javozdan ketdi-de, ikkita go'shtli kotlet orasiga pomidor qo'yib yuboryapti degan bo'lsangiz adashasiz. Kotletlarimizda 1 gram ham go'sht yo'q. Ikkita katta baqlajondan shunaqangi mazali, ko'rinishi go'shtli kotletda beradigan mazali baqlajonli gazak tayyorlaymiz. Buning uchun baqlajonlarimizni artib, to'g'rab, tuzli suvga yarim soatga solib qo'yamiz. Yarim soatdan so'ng suvlarini to'kib tashab, go'sht qiymalagichda chiqarib olamiz. Qiymalangan baqlajonlarni yaxshilab qo'limizda ezib, suvlarini siqib olamiz. Ustiga ikkita tuxumni chaqib, 1 choy qoshiqda tuz, 2 osh qoshiq un solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek quyuqqina massa qilib olamiz. Tovamizga ozgina yog' solib, baqlajonli massamizdan 1 qoshiqdan solib, ikkita tarafini qizartirib pishirib olamiz. Pishib chiqqan baqlajonlarning ortiqcha yog'larini qog'oz salfetkaga qoldiramiz. Endi ichiga nachinkasi uchun bizaga mayonez kerak bo'ladi. Mayonezga 1 dona sarimsoq piyozni ezib solib aralashtirib olamiz. Baqlajonli kotletamiz ustiga surtamiz. Ustiga salad bargi va pomidor bo'lagidan qo'yamiz. Ikkinchi baqlajonli kotletamizga ham surib mayonezdan ustini yopsak, sochli mazali bo'lib chiqadigan baqlajonli gazagimiz tayyor bo'ldi. Retseptlarni olib oldim. Endi idish tovoni yuvib qo'yaman degandim. Rakvinamda suv tiqilib, asabim o'ynashni boshladi. Yaxshiyam menda akvamarin aktivniy granulasi bor. Akvamarin meni qutqardi-mu, granuladan solib, bismillah deb ustidan qaynoq suv quyib yubordim. Quvurlaridan rahmat degan ovozlar ham chiqib ketdi. Idishlarimni tozalab oxirigacha yuvib olib, akvamarinning kislorod tozalovchisidan ozgina kosaga solib, ustidan qaynoq suv solib, rakvinalarimni ham yaraqlatib yuvib oldim. Ekologik toza mahsulot bo'lgani uchun qo'lingizga perchatka kiyishingiz ham shart emas. Akvamarin mahsulotlarini uzun market do'konlaridan topishingiz mumkin.